Binafsha shu'lasi. Usoma Muslim. Kichik ko'zgu. Sokin va osuda o'lkalarning birida qator xonadonlar devor bilan o'rala boshlandi. Bu uylarning sohiblari o'z makonlarini qiymatidan bir necha barobar yuqori narxga sotib yuborishgandi. Devorlar bitgach esa ichkaridagi xonadonlar tinim bilmas buldozerlar yordamida bir tekis buzib tashlandi. Bu manzarani qo'shnilar hayrat ila kuzatib turardi. Oradan bir necha kun o'tgach, devor bilan o'rab olingan maskanda ustaxona kabi katta bino qad rostladi. Ichida ish qaynay boshladi. Mahalla ahli o'rtasida bu ulkan hududda katta tadbirkorlik markazi yoki turar joy majmuasi barpo qilinarkan degan gap so'zlar urchidi. Biroq vaqt o'tishi bilan bu yerda qanday bino bitayotganining ilk belgilari namoyon bo'ldi. Bir necha xonadonni bag'riga olgan hovli betakror me'moriy dizaynga ega bo'lib, bu yerda bahaybat va hashamatli qasr qurilayotganidan darak berardi. Shohona qasr tez muddatda, bir necha oy ichida qurib bitkazildi. Boisi uning qurilishi erta-yu kech to'xtovsiz davom etardi. Mahalla aholisi esa har kuni ishga borib kelish asnosida binoning qay darajada tez bitayotganiga guvoh bo'lishardi. Ayrim odamlar yangi qo'shni kim ekanligini bilishga va u nega aynan shu kamtarin mahallani tanlaganiga juda qiziqishardi. Axir odatda boyvachchalar bunday ko'chada yashamasdi-da. Ular istiqomat qiladigan mahallalar boshqa hududda joylashgandi. Bu yerlarga hatto yashash uchun zarur bo'lgan ba'zi kommunal xizmatlar haligacha yetib kelmagan. Ammo qasrning qurilish jarayonida o'sha kommunal xizmatlar qisqa vaqt ichida ishga tushirildi. Tabiiyki, mahalla ahli bundan manfaat ko'rdi. Nihoyat qasr qurilishi va uni pardozlash ishlari oxiriga yetdi. Odamlar buni binoni o'rab turgan devorlarga o'rnatilgan yorqin chiroqlar tunda ishga tushib, atrofidagi ko'chalarni yorita boshlaganidan angladi. Shuningdek, qasrga bir necha kun davomida mebel ortilgan yuk mashinalari kirib chiqishi ham bu fikrni tasdiqladi. Oradan bir necha kun o'tar-o'tmas mahallaga bir juft tezyurar avtoulov nazorati ostida bahaybat, hashamdor mashina kirib keldi. Ular qasr darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Bu manzarani ko'rgan mahalla ahli yangi mehmonlarni ko'rish niyatida qasrdan nariroq joyda yig'ilib, ularni kuzata boshlashdi. Ikki tezyurar ulovdan bir nechta erkak tushdi. So'ng ulardan biri 3-chi hashamatli mashinaning orqa eshigini ochdi. Undan badavlatligi sezilib turgan erkak va 12 yoshlar chamasidagi qizcha tushdi. Qizning hashamati ham yondagi erkaknikidan o'tsa o'tardiki, aslo kam emasdi. Egnida bejirim, nafis ko'ylak, qo'lda qimmatbaho sumkacha. Badavlat erkak uzoq vaqtdan beri kutgan orzusiga yetishgandek karaxtlanib mahalladagi uylarga razm solib turdi. Cho'ntagidan yog'ochdan yasalgan tamaki trubkasini chiqardi. Yondagi soqchilardan biri tillarang yondirgichni xo'jayinning trubkasiga tutdi. Xo'jayin tamakidan bir tortdi-yu, tutunni havoga purkadi. Keyin qizi bilan yana mashinaga joylashdi. Soqchilar eshikni ohista yopgandan keyin o'zlari ham tezyurar ulovlariga qaytishdi. So'ngra mashinalar qasr ichiga kirib ketdi. Darvoza yopilgandan so'ng bu manzaraga guvoh bo'lgan odamlar orasida bahs qaynadi. Badavlat kishining kimligi va nima uchun aynan shu kamtar mahallani yashash uchun tanlagani haqida turli mish-mishlar avj oldi. Bahs-munozaralarga u kishini taniydigan keksa bir mo'ysafid aralashdi. U qachonlardir mana shu ko'chada, taqriban aynan shu qasr qurilgan joyda oilasi bilan yashagani ma'lum bo'ldi. Mo'ysafidning aytishicha, badavlat kishining otasi ko'p yillar oldin katta zararga uchragan va uyini sotib, oilasi bilan o'sha vaqtda moddiy ahvoliga mos boshqa yerga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Odamlardan biri qariyaning gapini bo'ldi. Abu Abdurahmon, nazarimda adashyapsiz. Bu kishi hayotida sira faqirlik neligini bilmagan kimsaga o'xshaydi-ku. Nima? Badavlat kishilar boy bo'lib tug'iladimi? Mo'ysafidning gaplariga shubha bilan qaragan odam kuldi. Ko'pchiligi shunday. Shundan keyin Mo'ysafid o'ziga o'zi g'o'ldirab: Nima deyayotganimni yaxshi bilaman. Ishonasizlarmi, yo'qmi, bu menga muhim emas, degancha odamlardan uzoqlashdi.
Oradan bir necha kun o'tib, aholi orasida qasr va unda yashovchilarga bo'lgan e'tibor kamaya boshladi. Uning darvozasi ahyon-ahyonda ochilar, shunda ham faqat xizmatkorlar yoki soqchilar chiqardi. Hech kim o'sha boyni ham, yonidagi qizini ham qaytib ko'rmadi. Lekin kunlarning birida asr chog'i vaziyat o'zgardi. Qasrdan bir xil kiyingan 4 nafar qo'riqchi chiqib, kiraverishda tartib bilan joylashdi. So'ng ichkaridan ustiga mato yopilgan savat ko'targan keksa ayol bilan o'sha qizcha chiqib keldi. Ular qo'riqchilar qurshovida mahalladagi uylarning bir tomon yurishdi. Siyrak yo'lovchilar va to'p o'ynayotgan bolalarni hisobga olmasa, bu pallada ko'chada odam kam bo'lardi. Bolalar o'yindan to'xtab, turgan joylarida qizchani kuzata boshlashdi. Qiz esa qasr bo'ylab joylashgan xonadonlardan bir tomon ketayotgandi. Uy eshigiga yetib borgach, qo'riqchilardan biriga "Taqillat" deganday ishora qildi. Qo'riqchi eshikni qoqdi. Ichkaridan odmigina kiyingan bir odam chiqdi va qo'riqchilarni ko'rgan zahoti bezovtalanib, qaltiragancha "Men hech narsa qilmadim, kun bo'yi uyda edim", dedi. Qiz yasama tabassum bilan gap boshladi. "Xayrli kun, biz yangi qo'shningizmiz. Mahallaga qabul qilganingiz uchun rahmat aytgani keldim." Uy sohibi qizning soxta iltifot va yasama odob bilan gapirayotganini ko'rib, taajjub bilan unga tikilib qoldi. Javob qaytarmoqchi bo'lganda, qiz yonidagi keksa ayolga ishora qildi. Kampir savatni ochib, ustiga mo'maygina pul qo'yilgan kulchalardan birini chiqardi. So'ng hayron qarab turgan uy sohibiga uzatdi. "Nima bu?" Qiz tag'in yasama tabassum bilan javob qaytardi. "Minnatdorligimiz ramzi, arzimas narsa." Uy sohibi qovog'ini uydi. "Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Nima uchun minnatdorlik?" Qiz chimirilgan qoshlari bilan jahli chiqqanini yashirishga urindi va yuziga sun'iy tabassum yugurtirdi. "Bizni obod mahallangizga iliq qabul qilganingiz uchun. Bu yerga kelishingizdan avval hech kim men bilan maslahat qilmadi", deb uy sohibi eshikni qattiq yopdi. Uning so'zlarini eshitgan qizning tabassumi xo'mrayishga almashdi va jahl bilan hamrohiga "Darhol uyga qaytamiz", deb baqirdi. Shunday qilib, barchasi tezlik bilan qasr tomon keta boshladi. Qiz esa vaziyatni kuzatib turgan odamlarga eshitilmaydigan qilib bir nimalar deb nolirdi. Nima deyayotgani aniq eshitilmayotgan bo'lsa-da, yaxshi gap emasligi sezilib turardi. Qiz qasrga kirdi. Uning ortidan savat ko'targan keksa ayol ham odimladi. Soqchilar esa qiz qarsillatib yopgan eshik qarshisida qolishdi. G'azabdan qoni qaynayotgan qiz qasr ichidagi keng kursilardan biriga o'tirib, baland ovozda "O'zini yalangoyoqlarga tenglashtirgan odamning jazosi shunday bo'ladi", dedi. Kampir qo'ldagi savatni dasturxonga qo'ydi. So'ng qizning yoniga kelib engashdi va uning oyoq kiyimini yechib "Hayo xonim, bunchalik bezovta bo'lmang, ular baribir qadringizni bilishmaydi", dedi. "Jim bo'l Halima, bu sening aybing emas. Meni shunday qilishga majburlagan otamning aybi", dedi asabiylashib. "Ko'chalarni birpasda tarqatib bo'ldingmi?" dedi qo'lda tamaki trubkasini ushlagancha yuqori qavatdan xotirjamlik bilan tushayotgan otasi. Hayo otasiga javob qaytarmadi. Aksincha, qovog'ini uyib, jahl bilan ikki qo'lini bir-biriga ishqalash bilan kifoyalandi. Xo'jayin kelayotganini ko'rgan Halima qo'rqib o'rnidan turdi. Keyin bir necha qadam ortga tisarilib boshini quyi soldi. O'ng kaftini chap kafti ustiga qo'ydi. Ota og'ir qadamlar bilan qiziga yaqinlashdi va yoniga o'tirdi. Qiz esa g'azabga to'la nigohlari bilan boshqa tarafga o'qrayib qaragancha jim o'tiraverdi.